Erkak kishi ko'chaga chiqsa, uydan tashqariga chiqsa, biron yoqqa ketsa, misol uchun yo'li ochiladi deydi umuman. Erkak kishi yursa yo'li ochiladi, ayol kishi yursa boshqa joyi ochiladi. Assalomu alaykum. Endi sal qo'polroq bo'lsa ham, to'g'risi ham o'zi shu. Shu bugungi kunda judayam dolzarb bo'lgan mavzu bo'lgani uchun ozgina video qilgim keldi. Zora endi ular ho'kiz boltadan toymas deb o'zicha qaror qabul qilib qo'ygan bo'lsa, o'zini bilganidan qolmaydi baribir. Ba'zi bir xil o'sha yosh bolasini tashlab shu chet elga ketayotgan ayollar juda ko'p. Har kuni nechtalab eshitaman-da shunaqa voqeani. Bolasini katta onasiga, buvisiga, qo'shnisiga, xolasiga, yana ammasiga, kimlarga tashlab, yosh bola, shu bolalar hammasi 3 yosh, 4 yosh oralig'idagi bolalar. Misolda bolada endi baribir u shuni tashlab, o'zi Turkiyaga, Qozog'istonga, Rossiyaga, yana qayoqlarga ketayotgan ayollar. Shularga aytmoqchiman-da, sizlar mana qaranglar, hayvondan ham battarmisizlar? Hech ko'zinglar tushmaganmi mana mushu, hattoki hayvonda shu jonzot. U hammasi instinkt bo'yicha uni qiladigan ishi. Ov qilishi ham, o'lja tutib olishi ham, bolasiga qarashi ham, aql degan narsa yo'q ularda. Shu tishlab bolasini qayerqa bosib shu yoqqa olib borib yuradi. Olib yuradi. Tashab nima qilib ketmaydi biron joyga. Bu nimaga erishasizlar? Men bitta narsaga hayronman. Nimaga erishasizlar? Shu bolasini, bola chaqasini tashlab bir joylarga ishga ketayotgan ayollar. Nechta pul ishlamoqchisizlar? Nechta pul ishlamoqchisizlar? $100,000 ishlamoqchimisizlar? Yo $200,000 buncha pul ishlamaysiz-ku. Lekin xo'p, dalshi nima? Xo'p, ishlading deylik. Nima qilasan? Uchastka sotib olasizlar. Yashaydigan joyinglar yo'qmi? Yo ochinglardan o'lib olsizlarmi qanaqadir? Ustinglarda kiyim yo'qmi? Yarim yalang'ochmisizlar? Nimaga? Hoy, havas qanaqadir bir kamchiligimni bitiraman. Erkakchi. Erkak topganiga sabr qilib, sal kechroq bo'lsa ham o'sha orzuni amalga oshirsa bo'lmaydi. Обязательно bola chaqani tashab ko'chaga chiqish kerak. Ko'chaga chiqqanda ham mayli endi mana bu uyiga yaqinroq joy, chetga butunlay bolasini ko'rmaydi. Bu bolani tarbiyasi nima bo'ladi? Yeb ichishi nima bo'ladi? Kiyinishi nima bo'ladi? Yurish turishi nima bo'ladi? Kechasi oyi deb yig'lasa, bu begona odam qanaqa qilib uni yupatadi? O'chir ovozingni, yot uxla. Oyingni ham tashab ketdi seni deb shunaqa deydimi, nima deydi? Voy bolajonim deb olib boshini silab, hech kim unaqa mehr berib qarab o'tirmaydi. Yo'q unaqasi. O'zini onasi mehr bermay tashab ketsa, begona u papalab uni qarab o'tiradi. Yo'q, qaramaydi. Nimaga shunaqasilar? Nimaga bunaqa havasga, bir hashamga, bir qanaqadir bir nimalarga o'tsizlar, mana bunaqangi buyum, narsa deb. Menimcha shuning uchun-da, boshqa nima uchun? Daji beva bo'lganda ham bunaqa qilishga haqqi yo'q-da. Uyida bir hunar qilsa, mayli, xohlagancha, bola chaqasini oldida. Yo bolasi sag'al voyaga yetib, ozgina o'zini eplaydigan bo'lgan bo'lsa ham, unda ham boshqa gap, mayli. Bor, pul ishla, chunki boshingda ering yo'q. To'g'ri, eri kamroq topayotgan bo'lishi mumkin. Kam topsa barakasini bersin, o'shani duoyi jonini qilib o'tirish kerak emasmi? Qanchalik to'g'ri? Men hech miyamga sig'dira olmayman shu yosh bolalarni tashlab biron joyga pul ishlagani ketish. Qanchalik to'g'ri? Qancha sharoit majbur qilsa, menimcha majbur qilayotgan joyi yo'q. Men hali eshitmadim biron bir xonadonda yeyishga noni yo'q, yo bo'lmasa ichishga ovqati yo'q, kiyishga kiyimi yo'q, shunday bir bechora hol odamlarni ko'rmadim. Bu yordam qiladi, juda bo'lmasa mana qarindosh urug' bo'ladi, boshqa bo'ladi, agar juda qiynalib qolgan taqdirda. Yo'q, bular shu o'zi pul topish kerak, o'zi bilganini qilib ishlatish kerak. Shunda ko'ngli xotirjam bo'ladi. Bola chaqa nima bo'lsa bo'laversin. Tarbiyasi buzilib ketsa, keyin u seni ming topib kelgan, u topolsang agar, xor bo'lib, yo'q bo'lib ketmasang, u bola chaqani tarbiyasini to'g'rilab bera olmaydi keyin.
Nima bo'ladi bola? Yo kazzob bo'ladi, yo vahshiy bo'ladi, yo bir jinoyatchi bo'ladi. Kim begona odam birovni bolasini tarbiyalab hozir odam qiladigan zamon emas. O'zini o'zi tarbiyala olmayapti odam. Birovni bolasi u yoqda tursin. Mehr berish u yoqda tursin. O'zini bolasiga mehr ko'rsata olmayapti. Bir uyda yashaydigan jigarlar, qondosh, jondoshlar bir-biriga mehr ko'rsata olmayapti. Ko'p odam o'zini uddasidan chiqa olmayapti. O'zini epaqaga keltirib, o'zini yurish-turishiga, o'zini yeb ichishiga qarasha olmayapti. Birovni bolasiga qandoq tashlab ketadi? Shunchalik johilmisizlar? Shunchalik bir nima bo'lib ketganmisizlar? Bemehr. Qandoq bo'lishi mumkin? O'zini bolasi nahot achinmasa, bir kasal bo'lib qolsa-chi, bo'lishi aniq. Kim qaraydi, keyin o'sha topgan pulni hammasini shuni sog'ligini tiklashga ishlatasizlarmi? Sabr qilib uyda o'tirish kerak. Mayli, uyda o'tirib ham tirikchilik qilsa bo'ladi. Faqat shu chetga chiqsin, ishlasin, rizq topsin deyilmagan. Ayollarga umuman buyurilmagan bu narsa. Uyni eplab, seplab, sipirib, sidirib, borini amallab, shu eri bo'lsa erini duoyi jonini qilib, bo'lmasa shu ibodati bilan Allohdan so'rab nima qilish kerak? Har holda yosh bolani tashlab chetga ketish emas. Umuman noto'g'ri narsa. Qachon tushunasizlar shuni? Hurmatli aziz kuzatuvchilar, обязательно fikringlarni yozinglar. Qanchalik to'g'ri bu narsa, qanchalik o'zini oqlaydi yoki oqlagan shunaqa nimalar, voqealar bo'lganmi, eshitganmisiz? Bola chaqasini tashlab ishlagani ketganda, ma'lum vaqt ishlab qaytib kelganda hamma narsasi o'z joyiga tushib ketgan. Shunaqa vaziyat bo'lganmi? Kim guvohi bo'lgan shuni? Albatta, komentariyada yozing. Balki sizni fikringiz zora bitta yarimtasini hisobga keltirsa. Zora.